Да, вы правы. Не должны. Но мы рискнем! Токтагульское водохранилище. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Доехали до водохранилища Токтагульское. Вот они, ребят. Hello, brother, my friends. How Вот are они. you? Это друзья мои. Вот. Вон там водохранилище. Qanaqa taassurotlar bo'lyapti? Bahodir. Maza qilardi odam. Anaqa joylarda odamlar yashayotganini ko'rib, havaslaring ketadi, qarab. Oldin suv shuvurlab oqib turadi. Xalaqit qilmaydi, hech kim jimjit. Sokin deydi. Qishlog'imiz jimjit, sokin deydi. Mezza, voy. 2 kundan beri uxlamadim mana. Kecha chiqib ketganmiz, mana bugun peshindan ham o'tdi mana. Uyqu bo'lmagan, bashara yetib turibdi. Ishlamayapti bashara. Lekin mana bunaqa manzarani ko'rib odam maza qilyapti lekin. Bag'ri dil yayryapti. Qiyinchiliklar unutiladi hammasi. Ha, unutiladi lekin. Ko'rganimiz qoladi. Dam olib energiyani yana yig'averamiz-ku. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelib turinglar. Bunaqa joylarga chiqish kerak, o'rtoqlar, chiqish kerak. Savol qilish kerak, maza qilish kerak. Bir sababchi bo'lish kerak, chiqish kerak. Bitta do'stimning bitta gapi bor. Pulni ha deb to'y hashamga yig'gandan ko'ra sayohatga ishlatish kerak. Mana sizlarga sayohatda zo'r kontent. Baraka top. Obuna bo'linglar. Like bosinglar. Like podagetsa qilinglar. Narsalar. Qaysi kanalga? Abdullayev Shuhrat kanali bor. Shuhrat Abdullayev kanaliga. Abdullayev Shuhrat. Все подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Hormayli o'rtoqlar, tuzimsizlar. Assalomu alaykum, birodarlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana bugungi tele tomoshabinlarni xudo xolisa Issiqko'ldan boshladik. Ob-havo yomonligi sabab, noqulay ob-havo sharoiti bo'lgani sababli hozir mana Istanbulda davom ettiryapmiz. Ko'ringlar, tomosha qilinglar, like bosish esingizdan chiqmasin. Mana manzara. Siz bo'linglar. Podpiska qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ali Safiya machti mana. Istanbulga ketib qoldik bolalar. Mana Istanbulda. Вот она. Это Bahadir. Как Стамбул, Bahadir, Стамбул? Abi, iyi misin? Günaydın. Günaydın, ne çekiyorsun? Вот так. Да нет, конечно же, это шутка. Это мы находимся сейчас в Бишкеке. Здесь в Бишкеке открылась мечеть, построенная турками. Assalomu alaykum. Shuhrat bilan Coffee time. Ertalabdan Americano. Xudoyim, bitta o'zim maza qilaveramanmi? Bitta o'zim yashayveramanmi? Yashaverib semirib ketaman bunaqada. Xudoyim, o'rtoqlarim ham kelsin shunday joylarga. Xudoyim, bolalar bilan kelaylik biz ham. Qindoshlarim bilan, o'rtoqlarim bilan kelaylik. Bitta o'zim hamma mazani qilib qo'ymaydi ish qilib. Tugatib qo'ymaydi ish qilib hamma mazani. Yomon yashashmas ekan. Yashash yaxshi. Zagunni yashash undan ham yaxshi deydi-yu. Shashilaverasizlar jigarlar.